Davom etamiz. Toshkent va Yangiyo'l shaharlarida yaponiyalik hamkorlar bilan birgalikda avariya o'choqlari aniqlanib, ularni bartaraf etish maqsadida yo'l infratuzilmasi obyektlari rekonstruksiya qilindi. O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida Yaponiyaning JICA agentligi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan ushbu loyiha yakunlariga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Har yili yo'llarda ko'plab yo'l transport hodisalari yuz beradi. Ulardan ba'zilari og'ir oqibatlarga olib keladi. Bu muammoni hal qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi bilan qo'shma loyihani amalga oshirdi. Nega aynan Yaponiya tajribasiga e'tibor qaratildi? Ularda sodir etilayotgan yo'l harakati hodisalarining soni O'zbekistonga nisbatan ko'p bo'lsa ham, yuzaga kelayotgan o'lim holatlari biz bilan bir xil. Masalan, 300 ming ro'yxatga olingan yo'l transport hodisalariga 2,5 mingga yaqin o'lim holatlari. O'zbekistonga 9,5 ming yo'l transport hodisalariga nisbatan 2,5 ming deyarli o'lim holati. O'zbekistonda ushbu tajriba integratsiya qilinib, yo'l transport hodisalarini kamaytirish va xavfsiz transport tizimini yaratish maqsad qilingan. 2,5 yil davomida loyiha doirasida yaponiyalik va mahalliy mutaxassislar xavfli hududlarni aniqlab, yo'l harakati xavfsizligini yaxshilash bo'yicha ish olib bordi. Yo'l transport hodisalari sabablari chuqur tahlil qilindi. Eng muhim jihati loyiha ko'p tarmoqli hamkorlikka asoslandi. Yo'l harakati xavfsizligi nafaqat ichki ishlar yoki transport sohasi, sog'liqni saqlash, ta'lim, sug'urta, mahalliy hokimiyat va jamoatchilik ishtirokini talab qiladi. Aholining avariyalar bilan bog'liq murojaatlari GIS xaritalari orqali tahlil qilinib, eng ko'p yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgan joylardan foto va ma'lumotlar olindi. Bu esa muhim qaror qabul qilish jarayoniga fuqarolarni jalb qilish imkonini berdi. Nima uchun bu yerda yo'l hodisalari sodir bo'layotganini o'rganib, joyiga chiqib o'rganish boshlandi. Milliy ekspertlar, xalqaro yaponiyalik ekspertlar bilan birgalikda joyiga chiqib o'rganganimizda, demak, infratuzilma umuman u yerda eskirib ketganligi va lozim darajada tashkil etilmaganligini ko'rdik. Bugun loyiha natijalari jamoatchilikka taqdim etildi. O'zbekiston and Japan. Asosiy e'tiborimiz yo'l transport hodisalari haqidagi ma'lumotlar va ularni yig'ishga qaratildi. Bu borada Yaponiya va O'zbekiston o'rtasida sezilarli farq mavjud. Yaponiyada avariyalar bo'yicha ma'lumotlar ochiq va rasmiy manbalar orqali oson olinadi. O'zbekistonda esa ochiq ma'lumotlarni yig'ish murakkab bo'lib, bu loyihadagi asosiy muammolardan biri bo'ldi. Pilot hududlar sifatida tanlangan Yunusobod tumani va Yangiyo'l shahrida xavfli nuqtalar joyiga chiqqan holda o'rganilgan muhandislik, tashkiliy va profilaktik yechimlar kompleks tarzda ishlab chiqilgan. Bu esa nazariya va amaliyotni uzviy bog'lab, ijobiy xulosalarni berdi. Hozir men Yunusobod tumanidagi 272-maktabning chiqish qismi katta yo'lga tutashgan joyda turibman. Ilgari bu yer ham haydovchilar ham piyodalar ehtiyotkorlik bilan o'tadigan tez-tez avariyalar sodir bo'ladigan xavfli nuqtalardan biri edi. Hozir esa bu yerda manzara o'zgargan. Aniq yo'l belgilari o'rnatilib, harakat to'g'ri tashkil etilishi orqali bu yerda o'quvchilarga o'tishga xavfsiz yo'lak yaratilgan. Mutaxassislar so'zlariga ko'ra, Yaponiya tajribasidan olingan ilg'or yondashuvlar va ko'p tarmoqli hamkorlik orqali O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligini sezilarli darajada yaxshilash imkoni paydo bo'ldi. Shuni infratuzilmani yaxshilashdan avvalgi holat bilan undan keyingi holat o'rtasida solishtirilganda, qatnov qismida haydovchilarning tezligi kamaydi. Endi bu tajriba O'zbekistonning boshqa nuqtalariga ham qo'llaniladi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Husan Jumanazarov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.